Shu meni gapimga quloq solmayapti bu bola. Darsdan tashqari kelyapman-ku, oy urishmang. Yur deyapman uyga. Hamma ishdan qolding. Assalomu alaykum. Opa to'xtang. Sizni bu qilayotgan ishingiz xato. O'g'lingiz darsdan tashqari erkin huquq, erkin ta'lim olish huquqiga ega. Hurmatli fuqarolar, tinchlaringlar. Siz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Ma'muriy javobgarlik kodeksining 180 hamda 41 moddasiga asosan zid ish qilayotganingizni bilarmidingiz? Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Biz Chinoz tumani 46-O'zbek va tojik madaniyat markazi zo'ravonlikka qarshimiz. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Konstitutsiya haqida so'z borar ekan, avvalo konstitutsiya nima degan savolga to'xtalib o'tsak. Konstitutsiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, konstitutsion tuzilish, tuzuk so'zdan olingan. Huquq xomo dar Respublika O'zbekiston targ'ib yoftast. Mo ziddiy zo'ravoniy xastem. Chinoz tumani 46-O'zbek va tojik madaniyat xodimlari zo'ravonlikka qarshimiz. Barchangizni Konstitutsiya bayrami bilan chin yurakdan qutlaymiz. Yigit bo'lsang, har nafasda ogoh turgin vatandan. Seni sergak ko'rgan g'anim qon tufursin alamdan.